Ya'ni aslida gap inson nimaiki qilsa yaxshilik bilan tugash kerak ekanligini fiksировать qilmayotganligida. Xavotirdagi inson u maqsadiga erishish kerak-ku, unga aqli tinchlik bermayapti-ku, choy mazza qilib ichadi. Ovqat mazza qilib yedimi? Bolalarni boqish kerak deb o'ylaydi. Aslida qachon bolalarni boqish? Bolalarni sen boqmaysan. Xudoning rizqi kelib turibdi shundoq ham. Sen agar men halovating to'g'rilab ol, xotirjamliging to'g'rilab ol, o'zi sen aqlingda o'zingni o'zing yeb olding уже. Ey inson, senga Xudoyim shunaqangi rizq berdi, energiya berdi, kuch berdi. Oldin shu narsani to'g'ri ishlatishni o'rgan. Yo'q, biz o'sha yerda ham qochadi-da. Men ishlayapman-ku, men o'qiyapman-ku, teymalaring meni. Правильно? Demak, maqsadlar orqali insonlar erishaman deb aslida nimaga kelyapti? Baxtsiz farzand, baxtsiz oila, baxtsiz ayol, baxtsiz erkak. Правильно? Hamma narsa demak nimaga taqalyapti? Что psixika mana shu aldovga birinchidan sizlarni tiqyapti, ikkinchidan inson bu narsani bilmagani uchun. Ya'ni bu deganiki, inson o'zini hayotini qurbon qilyapti har bir kunida va hattoki buni sezmaydi ham, bilmaydi ham, tushunmaydi ham. Butun dunyo hozir qurbon obrazida, потому что butun dunyoga reklama berib yotibdi. Mana maqsadga kel, mana maqsadga kel, mana maqsadga kel. Bo'ldi, butun dunyoni xavotirga, xaosga tiqishyapti. Ya'ni получается 24/7 inson fikrida bo'lgandan keyin u kimni yaxshi ko'radi, u hayotni sevmaydi. U kimga nima beradi? Bo'ldi, faqat o'sha psixikasi xursandchilikni toki psixika o'sha xursandchilikni yeb olmagunicha bo'ldi, u tinchimaydi, u tincholmaydi u.